Kattakon rahmat, Tatyana. Rahmat. Rahmat. Qarsakiylar. Hicranut din jismime Suzane tenat günçe Urtab yüreğim bağrıma O yana giryona tenat gücü deb aytgilarim keladi. Çünkü Farg'onani yana bir ajoyib munosib bir o'g'loni farzandi o'tirib Botir akam Ergashev. Shuning uchun shu ashulani Gulzoda xonim to'liq aytib bering. Bitta aforizm bor-da. Botir aka, okajonim. Meni tanidingizmi? Fathullaman, Masudovman. Tog'ning tepasidagi daraxt yuksakda turgani uchun o'zidan emas, tog'dan minnatdor bo'lish kerak. Biz ham bugun qanaqa darajaga yetib kelishimizdan qat'iy nazar Gulzoda. Ota-ona, ustozlarning hissasi bor. Ular bizni tog'imiz. Endi ijodkorlarga keladigan bo'lsak, shoir zamonlar boshqa olamda yurishadi. Shoirni odamni shoir bo'lishi oson, lekin shoirni odam bo'lishi qiyin. Yo'q, kulmanglar, nega? Oddiy odam shoir bo'la olishi mumkin mehnat qilib, lekin shoirlik olamidan oddiy odam bo'lib qayta olmaydi orqaga. To'g'rimi akajon? Aylanay. Sizni yaxshi ko'raman, alohida. Zodaxon, marhamat bir. Uzr, ozgina aytdim-ku, mikrofonni hech kim bergim kelmay qoladi. Bo'ldi, hozir Farg'ona tonga otgunchani o'zi shundoq ham Gulzodadan so'rab turuvdik. Sen xuddi shuna qilib aytaman dedingmi yo menda qanaqa chiqarkin deb aytib ko'rdingmi? Yo'q, o'zgachada. O'zgacha-a? Butunda ovoz. O'zingiz nima deb o'ylaysiz?